Gayet asallam ta ko'chib chiqib qolamiz. Nice. Ustanın maaşı kelgan vaqtida nimani bilmas. Tukay jazası yılda bir qıtım to'laymiz, lekin adam shaqini yilda 10 qıtım bergan bo'ladi. Bugun biz sizlarga sirtdan pulga kelib, oshxonada pulga aylanmaydigan, bizning oshxona ishimizga yordam bo'ladigan, mush materiallar bo'lmasa biz oshxona ochmaymiz, lekin bu biz pulga kelamiz, bikaga bayfi holatda xaridorlarga beradigan narsa to'g'ri so'zlab o'tamiz. Buning birinchisi tozliq qog'ozi, ikkinchisi yochar, uchinchisi yesin ko'za, yesin qo'shoq, panxir, longa, tozliq saymonlari, supergi to'ba alayvili degandek narsalarni biz sirtda akilamiz. Bu oshxonaning umumiy qurilmasini yaxshilaydigan, xaridorlarga mulozimat qilishda bo'lmaydigan narsa. Bu narsani omma turib oshxona qilinmaydi, lekin sirtda akilamiz. Bu parg'ayning tutgan bir xil materiallar. Mushu materiallarni mushu lobellarga qilayotgan foydani yeb ketadi. Qurutni kichik bir hayvon deymiz, lekin bu cho'ng yog'ochni yig'ib tutalaydi. Mana shundoq sirtdan pulga kelib, pulga o'ylanmayotgan materiallar mushu xo'jayinlarniki foydasini yeb ketib bordi. Mushu materiallarni tijab ishlasak, mushun tijigan vaqtimizda oz to'la bizga qilayotgan foyda ko'proq bo'lishi mumkin. Buni kim tijaydi? Buni loban tijab bo'lmaydi. Oshxona ochgan xo'jayinlar hargiz panxirni so'rashmaydi. Ular yochani so'rab o'tmaydi, sizlar qoltini isrof qilib o'tmaydi, ko'z qo'shqini tashlab o'tmaydi yoki ixlatini tashlab o'tmaydi yoki bizni bir tutgan yoki 2-3 ni berib tutgan, yoki sundirib tutgan, bunda avvalni lobanlik qilmaydi. Buni ishlayotgan odam bo'ladi. Buni mulozimatchi ustam shagird bo'llar ehtiyotlikda qilib soladi. Lekin biz ishlayotgan odamlarni to'g'ri yetaklab bo'lmaganda, ularga haqiqiy biz ko'ynamagan vaqtimizda ular shu ishlarni qilish orqali dardini oladi bizning. Bu %100 bor. Bu menda yo'q deb bir odam aytolmaydi. Chunki har qanday ish insonning kayfiyatiga bog'liq. Kayfiyat buzilgan vaqtida chumich ustamning qo'lida emasmi? Yasaydi. Ustamlar bu gapni anglab cho'nglab ketgan bo'lsa, bu sizlarning tabiatinglarda shakllanib qoladi. Oldinda o'zopinimiz dedik-ku, o'cha qo'shib turgan odam savdo tayyorlab, safra o'lib ketgandan keyin kichik ishlar ochiqliqqa bo'lib qoladi. Bu o'zgarishni o'zingizdan his qilolmaysizlar, lekin qilgan amaliyatingni buni deb chiqib qoladi. Şu an mana shunday materiallarni isrof bo'lishini oldin olish uchun biz ishni boshdan boshlashimiz kerak. Hech qanday ishga sal qaramasligimiz kerak. Materialni yaxshi boshqaramiz, kirganda boshqaramiz, yaxshi taqsim qilamiz. Shu qilish orqali iqtisodni tejaymiz. Pulni yaxshi boshqaramiz. Chiqimni boshqarish to'g'risida kelayotgan o'zobini so'zlaymiz biz. Shu boshqarishlarni hamma yaxshi deb mangan vaqtida pul yo'lish mangida, pul yig'ilgan vaqtida biz buni ustamlarga, mulozimatchilarga, shogirdlarga vaqt bera olamiz. Oyma-oy maosh bera olamiz. Shu chaqda ustamlar ashini qilmayotgan bo'ladi. Buzutgan ishlar ozlik mangida. Undan boshqa shu kirimni yaxshi boshqarmagan vaqtimizda biz shu pullarni hammasi bizning foydamizga o'xshaydi deb qajlib ketib, ijara kelgan chaqda ijarani bermayotgan, sotok pullarga sal qarayotgan yoki ustamning maoshlarini bisib qo'ydigan chuqchaylik yadinga atib oladigan bunda ishlar naq shu iqtisodni yoki boshqarmaganlik sababidan kelib chiqadi. Biz hozir material to'g'risida so'zlayotgan bo'lg'achqa bugun shu material to'g'risida eng oxirgi zopinni aytamiz. Materialni mana shunday boshqa vaqtimizda material pullari yig'ilib bo'ldi. Material pullari biz materialchilarga vaqt-vaqtida bera olamiz. Agar buni yaxshi qilmasak-chi, buni yaxshi qilmasak, sirtda kelamiz, oshxonaga kelib bu men persen tomoq chiqish kerak degan nimalar kelmaydi. U o'lchamga yetolmaysizlar. Bu o'lchamga yetolmagandan keyin do'konda ziyon chiqqan gap. Kunlik xolisan 10 ming, 15 ming so'm qilayotgan tapgan pulunuz to'xtamay material ketayotgan mishari shakllanib chiqadi. Shunga har qanday ishda eng avval boshlab salmoq holatda oshpazliklar emas, har qanday kasbda avval ishning yaxshi tarafini hammadan qabul qila oladi, lekin yomon tarafini qabul qila olmaydi. Bu yomonlikqa o'rilgan vaqtda qanday oqibat kelib chiqadi. Shuni o'ylashib turib, hamma ishni tang ilib boramiz. Men zopin chiqib bo'g'chi darhol uni buni yozmaymiz. To'xtab turmadim nima deyotdi. Shuni o'ylasak bo'ladi. Men dastlab oshxona chiqqan vaqtimda men shunday qilgan. Ko'p yillik natija orqali, tajriba orqali hozir shunga ulashdik. Endi sizlarni unda jabhat atib ketmasin, shu yo'llarni bosmasin deb mazobini tatib turibmiz. Foydalanib qolsanglar biz qilishimizdan xushal bo'lamiz. Bunday olib qolsa, shu material boshqarish sirtdan akilib, ustamlar taqdirgan material, sirtdan akilib pulga aylangan material, oshxonadagi ufirgan narsalar. Nurg'un narsalar ufirib turdi. Masalan, oddiyonsa bir oshxona jo'ngshi qilsak 5 yil, 6 yilda ko'niraydi, ufirib tugaydi. Undan boshqa chintaslar chiqiladi. O'choqlar kuydi, nurg'un ishlar bor. Shu ishlarga hammamiz pul ketadi. Shu pulni dal bizning foydamizdan chiqib qolgan pul. Sirtdan 10 kilo go'shtni keldik. Biz buningda 3-4 lag'man sat to'xtab turlar. Bu normal holatda pulga aylanmoqda. Sirtdan keldi,
pishiqlab ishlanib pulga aylandi. Lekin sirtdan kelib oshxonaga mulkilab qatgan, ko'ngrab tugib tutgan narsa naq mushu lobbining yanjig'idagi pul qilgan materiallar. Menga ustam ochiq kelib kelsa, ochiq kelib ketdi deb darhol ish to'xtaydi. Ya remont qilamiz yoki men yengilib ikkiga vaqtimizda ish tushdi. Sovuqxonaga ochiqmi muziqa 1 yil bo'lmasa 6 oyda kuyib tugaydi. Bunu hammani yengilib ilish to'g'ri qildi. Mana shunda chiqimini qanday qilamiz? Naq olgan foydadan chiqib bo'lish to'g'ri qildi. Chiqimni yaxshi boshqarmagan vaqtimizda biz osonlam takochiq chirib qolamiz. Takochiq qanday chirib qolamiz? Chiqim yaxshi boshqarmada topgan pulimizni uni buni oldik, do'kon jo'n shu qildik, chintax oldik, injiq bir narsani ilib oldik. Ustanın maaşı kelgan vaqtida nimani bilmaymiz, pulimiz baylanmaydi. Do'kon ijrosi yilda bir qitim to'laymiz, lekin odam ishini yilda 12 qitim bergan bo'ladi. 1 yil 12 ga bo'lgan bo'lsa 12 qitim maash taqtish to'g'ri keldi. Shu 12 qitimlik maashni qanday qilamiz? Ustamlarni, shogirdlarni, mulozimlarni to'g'ri yo'lda yetaklar mingab ishlatib, shularni pul topqizib, topgan pulini maash taqtimiz va sirtqa chiqim, bayam degan chiqimlarni ilib boramiz. Shunlashqa qo'shilmaganlar qo'shilib, yurak bisib, pulni yaxshi yaptizdan yozib qo'ysanglar, bundan keyin texim yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga sunamiz. Ko'p rahmat.